Yukarıdaki şeyimizin tamamı hürmetli vatandaş. Türmelerde, ceza lagırlarda Kızıl Nakşılar gitti. Kompartiyaga sadık buluşqa qasam qıldırdı. Tashqi dunyoning nazarida bu butunlay bir xil millatchilik va diniy e'tiqod qarshi harakat qilish bo'lib hisoblanadi. Ularning maqsadi itoatchan, samimiy sodiq bo'ladigan jungo grajdanlarini yasab chiqish. Bu orqali kompartiyaning tashviqotidagi millatlar ittifoqligini ishga oshirmoqchi edi. Ameliyatı İslam diniga ishildigan bu osonliq millatlarni Xitoy millatiga aylantirib, singdirib etmoqchi bo'ldi. Masalan, bir misol elib qo'yaylik, hurmatli vatandosh. Mayli hozir ximiyaviy texnikalik qurollar va yoki dana o'zgartish bu o'zgartishlarning nima ekanligini men tushunmayman. Itni cho'shqini itqa qo'tang'i solab qo'yib, majburlab, itni cho'shqini itqa aylantirgani bilan-da. Jungo iqtisodining g'albisi endi 19-qurultayda Xi Jinping tamomlagan mustafidizm Jungo yuqori qatlam rahbarlarining jazoga uchirmaymiz deydigan ta'sirotini texmo kuchaytirib etdi. Amaliyotda Xinjiangda tarbiyalash markazlari qurilishidan burun Jungo siyosat qurilmasining eng qorong'i bir tarafi Mao'zedong davridagi g'aljirlikdan tortib Tiananmen 4-yil vaqasigacha faqat 30 yil. Kishilar bu yillarni unutib qoldi. Jungo Kompartiyasi huquqni aqlaydigan bir yurish ideyalar, masalan, keng ketgan Jungo, aholi cho'ng Jungo, nopos aholisi ko'p, faqat bir vahimalik hukumat bo'lgandala, ondan hukmronlik qilg'ili bo'ladi. Demek nihayet ahalisi köpken her bir ahalini özünün meyli koyuyutun. Neymiş ki imperiya kurman dep avar olasınız. Bu devletin baş kuruştun. Başkalarını öldürüş kıynaş bilen baş kuramsınız. Imperiya kuru sizin layaktınız ey Cungoluk efendi. Imperiya kuru sizin layaktınız ya. Maskilemde. Jungo'da imperiya bulup bakkan mıdır? Az bulup bakkan o imperiya. Çingiz Han imperiyası. Manju imperiya. Herkes Xitoyda imperiya qurib boqqanimi. Faqat bir vahimlik hukumat bo'lgan, ondan hukmronlik qilg'ili bo'ladi deydigan ideyalarda doirlar bir nuqtani unutib qoldiki, vahimlik huquqni qalaymaqon ishiltish buning o'zila jinoyatdir. Fransiya dunyo gazeti bunday ko'rsatdi. Bu yil yoz kirgandan beri Uyg'urlarning taqdiri haqiqatan borgan sari chet el matbuotlarining diqqatiga markazlashdi. Lekin diplomatiya qatlamida diqqat qilish nisbat egalliyolmadi. Yani Uyg'urlarni qo'llaydigan bir davlat chiqmadi, bir Amerikadan boshqa bir davlat chiqmadi demak. Musulmon davlatlarning ko'p qismi sukunatga cho'mdi. Ular Beijingning xafa bo'lishidan korktu. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'nin reisi Duavu Hanım, halkara cemiyetken Şinjan'a tekşiriş ümüge evet neh meydandan kişilerini endişi selavat vakalarını tekşirip gelişti, talep kıldı ve iltimas kıldı. Bu kişilerini endişi selavat uçurlar Cumhur'da dairlerinin asallık milletlerine qandaq muomala qilayotganligidan iborat uçurlar edi. Hozircha Birleşken Devletler Teşkilatı Natibatga va Şinjan'a mustamlika Uyg'uristonga tekshirish o'rniga evet emdi. Mesela Rohingya millatlarini Berma qirg'inchilik qilgan millatning fojialik oqibatlari kishilik huquq komitetida, kishilik huquq komiteti emas, bexatarlik komitetida muhokama qo'yildi. Tunigan chiqdi, tuniganlik qo'yildi. Uyg'urning masalasi 70 yildan bir davomlashyapti. Uning xalqaralashgan vaqtga keyin kishi 20 yil. O'sha jarayon yetib keldi, bir Amerika davlat majlisining diqqat qilishidan boshqa bu bexatarlik komiteti ham yetib kelmadi. Hozir Fransiya nima deydi? Qonundan sirtida yashayotgan jungo.
Mesela kişilik hukuku şu derecede halaplık kılıp, kişilik hukuku depsendi kılıp, kanunun sırtını yaşavatkan cümle. Hazır doğal kanunun çakırığımı tekşürüş ümidi. Evet, bu iştaş bil. Garip dünyasında 15 devletten elçileri 11. ayda Şinjan Uyghur Abdum Raylı sekreteri Şinjuango'ga xat yazıp intayi mulayimlik bilen Şinjangda Uyg'urlarning kişilik hukuk ahvoli to'g'risida tushuncha berishni talab qil. Buning Şinjuango javob qaytardimi? Doklad yo'lladimi? Xalqaro munosabatlarda bir diplomatla 15 devletning diplomatlari sana xat yozgan ekan, bir nima deyishing kerak. Ya to'g'ri, ya xato deyishing kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi Şinjan Uyg'urlarni qo'g'dash to'g'risida qonun loyiha Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasi imzolab, bu qonun loyiha Amerikada ikki partiya, Demokratlar partiyasi ve Cumhuriyetçiler Partisi hakimiyet başındaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin qo'llashiga yoki bir daq qo'llashiga erishdi. Lekin o'shanda bir paytda azaldan chet elliklar o'tirib qo'yib kelayotgan kishilik huquq to'g'risidagi besimlarga tavrab qo'ymaydigan Beijing yanala qo'lig'ini yopirib olib o'zining ishini qilaverdi. Fransiya yordamı. Fransiya xabar dünya gezdining dünya qo'yayotgan sol şekilde xabar ekan. Millet müşkünge kaldı dünya. Sizlar nima ish qilyapsizlar demoqchi bo'ldi bu xabarda. Bir millatni müşkünge azobli mushunda parokandachilikka mushunda besimga duchor qildi Jungo Xitoy. Lekin bu hozir qonunning sirtida yashayapti. Ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın cezalaş ve imbar kılıştığı ibaret müşunda kanunlarının sırtını yaşavatı. Yani Uygurlar ile Xitay oturuşundaki bastırış ve bastırış, karıştırış oturuşundaki bu güreş halkara cemiyetin nezarında tipik bir vaka bulup oturduğu çıktığı devleti. Bırak metbuatlar başka. Dünyavi metbuatlar, Amerika metbuatları başka. Amerika Devlet Meclisi başka. Buna artık açtı demisi mi kişiler? Lekin Xitay şundak demisi mi, diyemisi mi? Lekin buna Amerika Devlet Meclisi gayr metbuatları Uyg'urlar uchun haqiqatan yaxshi xizmatlar ishlaydi.